Brunello yaxshimi yo Puma yaxshimi? Bugun shu haqda gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz tapichkalar haqida bo'ladi. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting, videoga like bosing. Videomiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan Tavra magazindan bo'lyapti. Tavra magazinda o'zimiz savdo qilamiz. O'zimiz magazin. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari bor. Bexijolat murojaat qilishlaring mumkin. Xo'p, birinchisi Puma tapichkamiz bo'ladi. Taylari oq, pastlari po'kak. Oyog'ingizda misol kiygani juda qulay bo'lgan tapichkalarimizdan biri. Bu tapichkamiz Xitoy, o'zi aslida ishlab chiqarishi Xitoy ishlab chiqarishi. Yengilroq, misol jinsa shimlar bilan hozir yengil yelpiga yoshlarimiz uchun chiqqan tapichkalar hisoblanadi. Tepalari qora va siniy, ko'k ranglarida mana ko'rishlaring mumkin. Ochiq svet shimlar bilan ham juda chiroyli aytadi. Endi misol qorani misolida ko'radigan bo'lsak, qora hamma svetga ham aytaveradi, faqat tevasiga misol moslamasa bo'ldi. O'rtalariga misol ochiq rangli shimlar bilan juda chiroyli aytadi. Mana yaqindan ham ko'rishlaring mumkin. Mana ajrish. Mana bemalol mana ko'ringlar. Texturalari yaxshi, yengil. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsak, 44 razmer. Xo'p. Razmerlari 40 dan 44 gacha bo'lgan razmerlarda chiqqan ekan. 40 dan 44 gacha bo'lgan razmerda chiqqan ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, keyingi tapichkamiz Brunello Cucinello degan tapichka. Yillari uncha o'xshatilmayapti edi. O'zi asli bu brend Turkiyaga tegishli. Turkiya brendi ostida chiqqan. Xo'p, buni bir yilgi mavsumga boshqacha variantda chiqdi. Juda chiroyli va puxta qilib ishlandi. Har xil assortimentlari bor. Однотонный, o'sha tomli siniy qora, qorani o'ziga podbor bo'lgan, mana ko'rishib, podojlari oq qilib ishlangan, har xil variantlari bor. Endi bu tapichkamiz asosan ustki oyoq kiyimlarga moslangan. Misol ustki kiyadiganlar uchun juda ma'qul bo'lgan oyoq kiyim. Podyomliklarga tavsiya qilinmaydi. Podyomicha ortiqcha katta emas. Ko'proq o'sha oyog'ing ingichkaroq bo'lgan oyoqlarga yaxshi aytadi. Farqini aytadigan bo'lsak, farq shundaki, ko'proq triko, o'sha shalvar holatdagi kiygan shalvarlarga, shimlarga Nike yaxshi aytadi. Trikoni pastlari bo'g'mali kiyaman deganlar uchun yaxshi aytadi. Bu endi mana Brunelloda endi sal seryozniyroq holatda kiyaman deganlar uchun ham bu ko'proq aytadi. Sal bosonroq, buni farqi o'sha buniki sal sho'xroq, yorqinroq degan ma'noda gapiryapman. Endi ko'proq seryozni kiyaman deganlar uchun Brunelloni tavsiya qilamiz. Kiysa yaxshi bo'ladi. Nike'da narxiga kelsak, 60 ming so'm narxi, 60 ming so'm. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Buni narxi esa 125 ming so'mdan. 125 ming so'mdan. Kachествоsi ham yaxshi, seryozniligi, ahamiyati juda kuchli oyoq kiyim hisoblanadi. Brunello o'zimga ham juda yoqadi. Yaxshi tapichkalarimizdan bittasi. Xo'p, keyingi tapichkamiz o'sha Turkiya uslubida ishlangan. Ko'rishlaring mumkin. Ichlariga alohida iplari bilan tikilgan. Mana bunaqa joylari ham, fasonlari ham alohida ishlangan. Kastvalari yaxshi, yengil, toza tapichka. Mana turetskiy. Ko'rishlaring mumkin. Bu endi ko'proq o'rta yoshdagilar, o'sha 30 dan yuqori bo'lgan, 25 dan yuqori bo'lgan insonlar uchun juda chiroyli ishlangan, misol bosonroq varianti kiyaman deganlar uchun tavsiya qilinadi ko'proq. Bunimizning narxi 125 ming so'm. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor buni ham. Razmerlari 40 dan 44 gachalik razmer. 40 dan 44 gachalik razmer. Xo'p, keyingi variantimiz
Hop, terili oyoq kiyim. Xizmatlari ham yaxshi. Buni ham 40 dan 44 gachalik podiyomli oyoq kiyimlarni kiyadigan insonlarimiz uchun. Ustilari terilik, padojlari mana baland qilib ishlangan, yumshoq. Mana bemalol botaveradi. Misol tovonni ham og'ritib qo'ymaydi, ortiqcha ichlariga teri tellatib qo'ymaydi. Mana misol skromniy joylarga ham juda yaxshi, bagati oyoq kiyim. Bundan keyin kamarli, ruboshkali ko'rishlaring mumkin. Bu yerda alohida nimalari ham bor, sifonlari ham bor. 44 gacha bo'lgan razmerlar, mana ko'rishlaring mumkin. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 40 dan 44 gacha razmer, sifati joyida, kачествоsi joyida. Yuqori misol podiyomli, vaznli, yuqori vaznli insonlar uchun ham juda chiroyli va ma'qul bo'lgan oyoq kiyimimiz hisoblanadi. Xo'p, bizda qora rangi, korishneviy seriya ranglari bor buni. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Misol 60 ming so'm narxi aytib o'tay. Juda arzon variantda tavsiya qilyapmiz. Xudo xolasa bexijolat. Buni o'zi asli erkin narxda 95 minggacha sotilgan oyoq kiyim. Kачествоsi yaxshi, xizmati zo'r. Hop, seriya variantigisini ham ko'rishlaring mumkin. Bu ham to'liq razmerda 40 dan 44 gachalik chiqqan, ko'rishlaring mumkin. Qoliplari ham katta qolib, oyoqlarda ham chuqur tushadi, o'rnashadi, oyoq yaxshi o'rnashadi. Buni ham narxi 60 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib beraveramiz. Bemalol, bexijolat telefon qilishlaring mumkin. Navbatdagi tapchikamiz ko'rishlaring mumkin. Turkiya uslubida ishlangan, ichlariga o'sha tellamaydigan materialdan qilingan. Eski uslub bu, lekin har doim o'sha yosh kattalarimiz uchun yoqqan va doim ketib turgan oyoq kiyimimiz hisoblanadi. Buni ham narxi 75 ming so'm. 75 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatimiz bor. Olasiz, xohlasangiz misol dastavkasini misol borgandan keyin ishonmayman men deydigan bo'lsak, o'zim nomimga jo'natib yuboraman. Bemalol ko'rasiz, qo'lingiz bilan ushlab ko'rasiz, pulini to'laysiz. Shu qo'lingizga ushlaganingizdan keyin pulini to'layverasiz bemalol. Hurmatli obunachilar, video yoqqan bo'lsa, iltimos like bosinglar, obuna bo'linglar. Siz misol like bosganlaring, motivatsiya berayotganlaring bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlari bor. Aloqalashib, razmerlaringizni bilib jo'natib olaveramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.